Depressiya va ruhiy qo'zg'alishlarni tibbiy psixolog davolashga haqlimi? Ha, albatta, bunday bemorlar dori vositalari bilan birgalikda psixoterapiyani talab qiladi va tibbiy psixologlar bunday bemorlarni davolay oladi. Tibbiy psixolog dori vositalarini yozishga haqlimi? Haqli, chunki ular shifokorlar hisoblanadi va amaliy psixologlardan ular shu bilan farqlanishadi. Psixiatrning tibbiy psixologdan farqi nima? Psixiatrlar shaxsdagi keskin ruhiy o'zgarishlar bilan shug'ullanishadi. Tibbiy psixologlar esa psixosomatika yoki somatopsixika bilan shug'ullanishadi. Psixoterapevt kim va siz ham psixoterapiya o'tkaza olasizmi? Psixoterapevt bu bemorlarni suhbat bilan davolovchi shifokordir va men ham psixoterapiya o'tkaza olaman. Tibbiy psixolog yordamiga kimlar muhtoj? Tibbiy psixolog yordamiga o'tkir va surunkali kasalliklari mavjud bemorlar, xavotir yoki tushkunlik bo'lgan holatlar, shu bilan birga uyqu muammolari mavjud bo'lgan bemorlar muhtoj. Agarda sizda ham shu holatlar kuzatilsa, qabulimga yozilishingiz mumkin.